2009-yil 30-yanvar kuni soat 12larda Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasiga xabar qilishdi. Shahardagi Bog'dod ko'chasi 1-uy 17-xonadonda yong'in chiqdi. Zudlik bilan o't o'chirish guruhi voqea joyiga yetib keldi. Katta yong'inning oldi olindi. Mana shu xabarni zudlik bilan borib tekshirilganda, voqea joyiga chiqilganda, ushbu xonadonda yashaydigan fuqarolar 1988-yilda tug'ilgan Islom va Madina A'zamova va uning voyaga yetmagan opasi 2000-yilda tug'ilgan O'lmasbek Fozilovlarni o'ta shafqatsizlarcha qotillik alomatlari bilan jasadlari topildi. Shuningdek, ushbu xonadonga o'sha noma'lum jinoyatchilar tomonidan voqea joyini o't qo'yib yoqib ketganligi aniqlandi. Islom va Madina va O'lmasbeklarni qotillik alomatlari bilan jasadi topildi. Bo'yin sohasidan o'tkir kesuvchi jism ta'sirida chuqur kesilgan holatda jasadlari topildi. Ushbu holat bo'yicha Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi va tergov harakatlariga kirishildi. Shoshilinch ravishda tezkor tergov guruhi tuzilib, shahar prokuraturasi huzurida turli tergov taxminlari ishlab chiqildi. Samarqand shahar darvozalari post-patrul maskanlariga ko'rsatmalar berildi. Qotillik jinoyatining o'ta shafqatsizlik bilan sodir etilishi, begunoh bolalarning va kunduzi so'yib ketilishi butun Samarqand ahlini larzaga soldi. Viloyat bo'yicha safarbarlik e'lon qilinib, surishtiruv-qidiruv ishlari boshlab yuborildi. Qotillik qurboni bo'lgan Madina Islomova Samarqand davlat chet tillar universiteti talabasi juda ham go'zal qiz edi. Jinoyat sodir bo'lgan kun, ya'ni 2009-yil 30-yanvar kungi harakatlari xronometraji tuzilib, ularning har biri jinoyatga aloqadorligini tekshirib, suhbatlar o'tkazilib, o'sha kunning o'zida ularning soat 10 dan kechki vaqtgacha harakatlar xronometraji tuzilib, ularning har biri ishlab chiqilib, o'rganilib, jinoyatga aloqadorligi tekshirilgan. Tergov taxminlari ichida qotillik qurboni bo'lgan Madina va O'lmasbek yaqin tanish bilishlari tomonidan o'ldirib ketilgan bo'lishi mumkin degan qarashlar ham bor edi. Sababi Madina talaba bo'lishiga qaramay avval Matiz, keyin Nexia 2 avtomashinalarini mohirlik bilan boshqarardi. Jinoyat sabablari baxillik, ko'rolmaslik oqibatida kelib chiqqan bo'lishi ham mumkin edi. Ammo bu oila haqida mahalladan tortib shahar aholisi hammasi yaxshi tavsifnoma beryapti. Tergov guruhini chalg'itgan narsa shu ediki, 2 norasida bo'g'izlab ketilgan xonadondan hech narsa olib ketilmagan. Holbuki xonadonda qimmatbaho buyumlar, chet elda ishlab chiqarilgan noutbuklar va yana bir qancha bozori chaqqon mollar bor edi. Shu bois ham ma'lum bir muddat tergov guruhining surishtiruv-qidiruv ishlari boshi berk ko'chaga kirib qolgandi. Voqea joyiga chiqqanimizda o'sha qo'ni-qo'shnilar ko'zdan kechirish davomida qo'ni-qo'shnilar bilan gaplashildi. Suhbat o'tkazilganda shubhali odamlar yurganligini so'ralganda yo'qligi aniq bo'ldi. Tergov guruhi bir necha kun Samarqand shahrining bitta ko'chasini ham qoldirmay so'rab surishtirdi. Muqaddam sudlanganlar, jinoyatga moyil shaxslar hammasi nazoratdan chetda qolmadi. Foydasi bo'lmadi. Qotillarni, ashaddiy jinoyatchilarni topmay turib, jabrlanuvchilarni tergovga jalb qilish aqlga sig'masdi. Ammo nachora. Busiz kalavaning uchini topish qiyin.
man chiqib ketgan soat 9:05 shu paytga man chiqib ketgan. Keyin Madina menga soat 11ga ovqat olib borishi kerak edi. Bu har zamon telefon qiladi-ki, "Vi oshlanch bo'ldi, nima qilay?" deb mendan so'rayapti. Biron marta o'sha kun Madinaga telefon qilmadim. Har kuni 3 marta, 4 marta telefon qilar edik. Mo'minjon nima qilay dedi, ovqatni o'zi etib berdi. Keyin o'sha ovqatni yeb yemasdan telefon bo'ldiki, uyingiz pajar bo'libdi dedi. Eshikni ochdim. Eshik qattiq edi. Kalit qattiq edi, ochib bo'lmadi. Keyin ochdim, uyga kirsam, uy yonyapti. 4-etajga chiqdim. Hamsoyamni tutnalarni chaqirdim. U kishi birinchi podyezddan ularni chaqirdi. Ustalarni. Keyin opamni olib chiqdilar. Tergov guruhini minglab savollar, shubha gumonlar tobora boshi berk ko'chaga boshlab borardi. Sababi jabrlanuvchilarning ota-onalari uzoq yillardan buyon chet elda ishlaydi. Pul, mol, dunyo uchun qilingan jinoyat bo'lsa, qotillar nega uydan hech narsa olib chiqib ketmagan? Yoki ularga jinoyatni tugallash, oxiriga yetkazish uchun kimdir xalaqit berganmikan? Ammo Madina va O'lmasbekning uyali aloqa telefonlari qani? Bemavrid aza 2 yoshning juvonmarg bo'lishi butun bir oilani holdan toydirgan. Shu bois telefonlar hech kimning xayoliga kelmagan edi. Jinoyat ishidan Madina O'lmasbegiga tegishli uyali aloqa telefonida 100 dan ortiq raqamlar borligi ma'lum bo'ldi. Ammo ularning ichida yigitlarning raqamlari yo'q edi. Sudlik bilan shahardagi uyali aloqa tarmoqlariga chiqilib, tegishli ko'rsatmalar berildi. Bag'dod ko'chasi 1-uy 17-xonadonga qilingan qo'ng'iroqlar tekshirildi. Ma'lum bo'lishicha, 30-yanvar kuni shahardagi savdo do'konlaridan 5 marta telefon qo'ng'iroqlari bo'lgan. Aniqlik kiritilganda esa kalta bo'yli, Fatmadan kelgan, sportchilarga xos ko'rinishdagi yigit degan ko'rsatmalar olindi. Shundan so'ng qotilning fotoroboti ishlab chiqildi. Shahardagi barcha sobiq sportchilar, sport maktabi murabbiylari, tarbiyalanuvchilari kuzatuv ostiga olindi. Ushbu jinoyatni fosh etish uchun Samarqand shahrida yashovchi va Samarqand viloyati, bundan tashqari qo'shni viloyatlarda yashovchi 20 mingdan ziyod shaxslar bilan suhbat o'tkazilib, tezkor surishtiruv va tergov harakatlari olib borilgan. Voqea sodir etilgan joydan olingan jinoyat qurollari va o'sha olingan izlar bo'yicha tergov harakatlari o'tkazilib, bir qancha sud-med ekspertizalar va bir qancha sudga oid biologiya ekspertizalari, DNK ekspertizalari o'tkazilib, xulosalardan foydalangan holda yangi tergov taxminlari ishlab chiqilib, ushbu tergov taxminlari bo'yicha ham bir qancha tergov harakatlari o'tkazilgan. Tergov guruhi o'zini o'tga cho'qqa urib jinoyatchilarni izlardi. Ammo natijadan darak yo'q. Kuppa kunduzi sodir etilgan jinoyat nahotki ochilmasa. ...2009 yil 18-mart kuni uyali aloqa kompaniyasidan xabar keldi. Marhuma Madinaga tegishli telefon apparati orqali qo'shni Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan aloqaga chiqilgan edi. Sudlik bilan tergov guruhi Qashqadaryoga safarbar qilindi. Ammo telefon sohiblari tergov guruhini chalg'itib, yolg'on ko'rsatmalar berdi. 2009 yil 10-mart kuni Shodmonov hozir oldimdan chiqib qoldi, telefon olasanmi dedi. Menga telefonni ko'rsatdi, keyin 50 ming so'mga kelishdik-da, men sotib oldim. Keyin qishlog'imga ketib,
ukamga berdim. Uni boshida aytmadi. Nega? Boshida jo'rani sotmaydi deb aytmoqman. 2009-yil 10-mart kuni darsdan chiqib kollejimiz zaliga Trofkaxonga keldim. Bu yerda Ergash Usam akaning turnerimizda kurtkasi stol ustida turgan ekan. Men uni qiziqib chetga surib qo'ymoqchi bo'lganimda kistasiga nima tegib ketdi qo'lim. Keyin uni qiziqish bilan ko'rdim. Qarasam, ikki chet qizil Nokia telefoni ekan. Qiziqish bilan kistamga solib, olib kiyimlarni olib kichib ketdim. Otib bo'lganimdan keyin aytdim, bu telefonni trenerimiz murabbiyimiz Usam Ergash Usam akadan o'g'irlab oldim. Bu yerda hech kim ko'rsatma. Qashqadaryoga borib sot. Bo'ldi dedidan Elbek menga va'da berdi. Shu bilan ketdik. Ha, tergov guruhi voqea joyidan olingan telefon apparati topilgandan keyin do'ppisini osmonga otib sevingan edi. Jinoyat ochildi dedi. Ammo ular hali chuchvarani xom sanashayotgandi. Xuddi shu joyga kelganda kalavaning uchi yo'qolib qoldi. Ergashev Isomiddin ushbu telefon apparat unga tegishli emasligini va Shodmonov Ozod unga nisbatan tuhmat qilayotganligini ma'lum qilib, uzoq vaqt davomida tergovni chalg'itib kelishiga sabab bo'ldi. Ha, tergov guruhini qolaversa Samarqand viloyati huquqni muhofaza qiluvchi organlarni chalg'itgan 2-3 ta taxminlar bor ediki, shu omillardan ko'z yumib bo'lmasdi. Shundan so'ng shahar ahlining qalbini larzaga solgan dahshatli fojia, qotillik bilan bog'liq jinoyat ishi Respublika bosh prokuraturasi ish yurituviga olindi. Respublika bosh prokuraturasining tergov guruhi ishni jabrlanuvchi tomonni so'rab surishtirishdan boshladi. Madina o'limidan bir kun oldin onasi Manzuraga qo'ng'iroq qilib, Arsen degan qo'shnisi keyingi paytlarda u bilan qiziqayotgani, turli bo'lmag'ur gaplar otayotganidan shikoyat qilgan. Bu holat avval ham bir necha bor takrorlangani ma'lum bo'ldi. Tergov tezkor guruh tomonidan Aganov Arsenning shaxsi batafsil o'rganildi. Aniqlanishicha, Aganov Arsen yoshi 40 ga yaqinlashib qolgan bo'lsa-da, biror joyda ijtimoiy foydali mehnat bilan shug'ullanmasligi, yoshligidan sportning boks turi bilan shug'ullanib, jismonan baquvvat bo'lganligi sababli Samarqand shahridagi Durjba restoranida qo'riqchi bo'lib ishlashligi, muqaddam bezorlik jinoyatini sodir etganligi uchun 2009-yil 5-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudi tomonidan Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi A va G bandlari bilan sudlanganligi, jazoni o'tab chiqqandan so'ng ham tuzalish yo'liga kirmasdan, ijtimoiy foydali mehnat bilan shug'ullanmasdan jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan muqaddam shaxslar bilan doimiy ravishda muloqotda bo'lib yurishligi aniqlandi. Tergov guruhi marhumaga tegishli uyali aloqa telefonining topilishi bilan bog'liq tarixini o'rgana boshladi. Dastlab Olimpiya zaxiralari kolleji talabalari Elbek Haqberdiyev va Ozod Shodmonovlar tergovga jalb qilindi. Ularning shaxsi o'rganildi, qattiq kuzatuv ostiga olindi. Haqberdiyev Elbek bilan tergov harakatlari olib borilganda, u avvaliga telefon apparatini bilmasligini, telefon apparat unda emasligini bildirib ko'rsatma berdi. Keyinchalik Haqberdiyev Elbekni va uni oila a'zolarini, yaqin qarindoshlarini shaxsi batafsil o'rganilib, ular bilan sinchkovlik bilan tergov tezkor surishtiruv harakatlari olib borildi. Shundan so'ng Haqberdiyev Elbek haqiqatan ham telefon apparati unda ekanligini bildirib, bu telefon apparatini 2009-yil mart oyida u bilan Samarqand Olimpiya zaxiralari sport kollejida birga o'quvchi kursdoshi Shodmonov Ozoddan 50 ming so'mga sotib olganligini. Shodmonov Ozod telefonni unga sotishdan avval bu telefon apparatini murabbiysi Ergashev Isomiddinning kurtkasidan o'g'irlab olganligini. Shu sababli bu telefon apparatini Samarqand shahrida ishlatmasligi va bu haqda hech kimga aytmasligini iltimos qilganligini. Shodmonov Ozodning iltimosiga ko'ra bu tergovni chalg'itib noto'g'ri ko'rsatma berganligini aytib o'tdi. Tergov guruhi Olimpiya zaxiralari kolleji murabbiy va o'quvchilari bilan birma-bir suhbatlashish jarayonida shu narsa ma'lum bo'ldiki, kollejning ba'zi bir murabbiy va tarbiyalanuvchilari kechki payt
Samarqand shahridagi restoranlarda soqchilik qilar ekan. Zudlik bilan barcha restoran va yemakxonalarda ishlovchi yollanma zo'ravonlar hisobga olinib, tergovga jalb qilindi. Ergashev Isomiddinning shaxsi, uning ish faoliyati batafsil o'rganilganda, u Samarqand Olimpiya zaxiralari sport kollejida murabbiy bo'lib ishlash bilan bir vaqtda tungi vaqtlarda Samarqand shahridagi Drujba restoranida Aganov Arsen bilan qo'riqchi bo'lib ishlashligi 2009 yil 30-yanvar kuni, ya'ni qotillik jinoyati sodir etilgan kuni ish joyiga bormaganligi Samarqand Olimpiya zaxiralari sport kolleji murabbiylari va o'quvchilarining bergan ko'rsatmasi bilan to'liq tasdiqlandi. Tergov guruhi surishtiruv va qidiruvni ipidan ignasigacha sinchkovlik bilan olib bordi. Ammo kunlik so'roq, savollarning javobi haqidagi ma'lumotlar butun shaharga tarqab keta boshladi. Tergov guruhi bunday holatda ko'zlangan natijaga erishib bo'lmaydi degan xulosaga kelib, vaqtincha saqlash hibsxonasini almashtirdi. Tergovga jalb qilinayotganlar, so'rab surishtirilayotgan shaxslar sir tutildi. Nihoyat kalavaning uchi topilib, jinoyat izlariga chiqildi. Aniqlangan holatlar bo'yicha Ergashev Isomiddin qo'shimcha so'roq qilinib, Shodmonim Ozod va boshqa guvohlar bilan yuzlashtirilgach, u noto'g'ri ko'rsatma berishdan foydasi yo'qligiga aql etib, haqiqatan ham Islom va Madina va o'lmasliklarni qotillik jinoyatini sodir etishda ishtirok etganligini, u bu jinoyatni Aganov Arsenning rahbarligi ostida o'zi bilan Samarqand Olimpiya zaxiralari sport kollejida murabbiy bo'lib ishlovchi Eshqulov Rauf va Sindarov Rustamlar bilan birga sodir etganligini aytib ko'rsatma bergan. Tergov tezkor guruh tomonidan Eshqulov Rauf va Sindarov Rustamlarning shaxsi, ularning ish faoliyati to'liq o'rganilganda, haqiqatan ham ularning 30-yanvar kuni ish joyida bo'lganligi o'z tasdig'ini topib, bu jinoyatga umuman aloqalari yo'qligi isbotlandi. Ergashev Isomiddinning o'zini tutishlari, bu jinoyatni Sindarov Rustam va Eshqulov Rauf bilan birga sodir etganligi haqida bizni ishontirishga urinishlaridan bizda unga nisbatan shubhamiz yanada ko'payib, bu jinoyatni yaqin qarindoshlari bilan yoki obro'dor shaxslar bilan sodir etgan degan taxmin paydo bo'ldi. Tergovda ma'lum bo'lishicha, 2009-yil 14-yanvar kuni shahardagi Drujba restoranida Arsen Aganov Isomiddin Ergashevga "Isom, bir joyda boy xonadonning qizi yashaydi. Katta miqdorda puli bor, olsa bo'ladi" deb aytadi. Isomiddin Ergashev ham qiziqib qolib, pulni qo'lga kiritish rejasini tuza boshlaydi. Umrida katta pul ushlab ko'rmagan Isomiddin qanday bo'lmasin, bu jinoiy rejani tezroq amalga oshirish yo'llarini izlay boshlaydi. Yigitlardan ham ko'ra ko'proq qizlari yaxshi ko'rardi. Oshiq yigitlari bir talay edi-yu, dil rozini aytolmay ovora-yu sarson edi. Sababi Madina bunga izn bermas, uning pokiza orzulari osmon edi. Ruxsoriga ko'z to'yadigan, kelin qilsang uyingni saroyga aylantiradigan malikalarday husni jamoli bo'lsa-da, hech kimga qiyo boqmasdi. Bu esa ishqida jinni bo'layozgan yigitlarni kuydirib ado qilardi.
Sen shuni aytdi, o'sha yerda bitta qiz bor dedi, bu otangasi Amerikada puli bor dedi. Keyin o'sha yerdan pul olsa bo'ladi dedi. Keyin ikkita ukam bilan nima qilib turib bordikda, o'sha yoqqa nima qilib kirdik. Sen shuni aytdi, pul olsalaring dedi, nimasini berasizlar dedi. 30 yanvar kuni ertalab soat 9larda Isomiddin Ergashev sevgan qizi Nasiba Yusupova bilan Samarqand qishloq xo'jaligi instituti oldida azlik rusumli avtomashinasida ukalari Nizomiddin va Sirojiddin Ergashevlarni kutib oladi. Ukalari Nizomiddin Ergashevga tegishli Vaz 2102 rusumli 14U5241 raqamli avtomashinada kelganidan so'ng shahardagi dorixonalarning biridan Arsen Aganov raqamini bergan Madina Islomova yashaydigan uyga qo'ng'iroq qiladi. Qo'ng'iroqqa qiz bola "Alo" deb javob bergandan so'ng go'shakni qo'yib qo'yadi-da, shu dorixonadan 2 juft rezina qo'lqopni 750 so'mdan sotib oladi. Shundan so'ng Isomiddin, Nizomiddin, Sirojiddin Ergashevlar va Nasiba Yusupovalar shahardagi Bag'dod ko'chasi 1-uy 17-xonadon yaqiniga kelishadi. Rejaga binoan yana bir marta shu uy yaqinidagi do'kondan qo'ng'iroq qiladi. Birga gaplashib keldik. Podyezdga kirdik. Eshik taqillatdi. Zvonok chalganimdan keyin "Kevay" dedi, "Men" dedim. Keyin menga tushib ketishligimni ko'rsatdi. "Bu menga eshik taqillatib bersang bo'ldi" dedi-da. Eshikni kim ochganligini ko'rganim emas, kimligini ham tanimayman. Keyin men mashinaga o'tirdim. Shundan so'ng Isomiddin Ergashev ukalari Nizomiddin va Sirojiddinlar bilan uyga bostirib kirib, eshik oldida turgan Madina Islomovani bo'g'a boshlaydi. Narigi uyda televizor ko'rib o'tirgan 9 yoshli O'lmasbek g'alag'ovur bo'lgan tomonga keladi-yu, musht zarbidan yerga yiqiladi. Qizni bo'g'ib yiqitdim men. Akam ichkariga kirib ketdi. Keyin men ham ichkariga kirdim. Ichkarida bolacha bor ekan. Bolacha yugurib kelayotgan edi. Bolachani urib yiqitdim. Keyin akam chiqib keldi ichkaridan. Isomiddin Ergashev Madinani qiynashda davom etadi. Shu payt qizning qo'lini bog'lash uchun Sirojiddinga "Arxon obke" deb baqirdi. Ukasi unga kompyuter simini sug'urib olib berdi. Uchalamiz birgalikda kirdik. Keyin ichkariga kirgan vaqtda 19-20 yoshli qiz bola bordi. O'sha qiz bolaga Isomiddin akam nima qilib sudrab olib kirib ichkariga olib kirib ketdi. Keyin Nizomiddin akam kirdi orqasidan. Shunurni nima qilib so'radi. Nizom akam Shunurni baqirib so'radi. Keyin bu tomonda turgan kompyuterni Shunurni olib chiqib olib ketib berdim. Uydan Arsen Aganov aytganday katta miqdorda pul topilmagandan keyin Isomiddin Ergashev ukasi Nizomiddinga bolani so'yib yuborishni buyuradi. Bolacha tanib qoldi sizlarni dedi. Kim pichoqlash kerak dedi. Qo'rqqanimdan nima qilayotganimni bilmay qoldim. Bilmasdan qo'ydim. Satchisi akam qizni deb urayotgan ekan. Shundan so'ng Nizomiddin qo'lidagi pichoqni akasi Isomiddinga beradi. Madinaning yalinib yolvorishiga ham qaramay quturib ketgan Isomiddin Ergashev qizni bo'ynidan bo'g'izlab tashlaydi.
Uch aka-uka qotillar farishtaday pok qizni, voyaga yetmagan, hali dunyoda hech narsani ko'rib ulgurmagan beg'ubor 9 yoshli O'lmasbekni ham o'ldirib, uyidan yana pul izlaydi. Xona shkafidagi choynakdan 400 AQSh dollari topadi. Nargi uydan Sirojiddin Ergashev 100 AQSh dollari topib chiqadi. Uydagi qimmatbaho jihozlarni olmoqchi bo'lganda esa uy telefoni tinimsiz jiringlay boshlaydi. Shundan so'ng aka-uka Ergashevlar qilgan jinoyatlarini yashirish maqsadida uyga o't qo'yib chiqib ketadilar. Qotillar qilg'ilikni qilib qo'yib, shahardagi Bo'ka ko'chasidagi Isomiddin Ergashev ijarada yashaydigan uyga kelishadi. Nizomiddin akasiga baqiradi. 500 AQSh dollari uchun ikkita odamni o'ldirdik. Bu yog'i nima bo'ladi deb. Arsen iflos aytgandi, dedi Isomiddin. So'ng kimki og'zidan gullab qo'ysa, bundan battar qilib so'yib tashlayman deb ukalariga do'q qiladi. 2009 sentyabr, oktyabr oylari Isomni chaqirtirib, shu militsiyani chaqirtirgandan keyin menga aytdi, agar shu haqida biron narsa aytayotgan bo'lsang, birinchi aying bilan dadangni oilangniki o'zingni o'ldirib deb juda ham ko'p marotaba takrorlash edi-da. Haqoratlarni aytaydi, birinchi o'tirib aying bilan dadangni ko'zingni oldida so'yib tashlayman deydi. Aganov Arsen rahbarligidagi uyushgan guruhning jinoyat qilmishlari ayblanuvchilarni o'z qilmishiga pushaymonlik bildirib bergan ko'rsatmalari, guvohlarning ko'rsatmalari, yuzlashtirish bayonnomalari, hodisa joyini ko'zdan kechirish bayonnomasi, ayblanuvchilarning ko'rsatmalarini hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish bayonnomalari, ekspertiza xulosalari, hodisa joyidan olib ketilgan jabrlanuvchilarga tegishli bo'lgan Nokia 5310 rusumli telefon apparatini jinoyatchilardan dalil ashyo tariqasida olinganligi, Ergashev Nizomiddinning hodisa joyidan olgan yorini o'zbek so'miga almashtirib, avtomashinasiga ehtiyot qismlar olganligi va boshqa dalillar bilan to'liq isbotini topgan. Aganov Arsen, Ergashev Isomiddin, Nizomiddin va Sirojiddinga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi va boshqa moddalari bilan sodir etilgan jinoyat haqida aniq bilgani holda uni yashirgani uchun Yusuf va Nasibaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 241-moddasi 1-qismi va 2-qismi bilan ayb e'lon qilinib, jinoyat ishi mazmunan ko'rish uchun sud muhokamasiga yuborildi. Xalqimizda o'zingdan chiqqan baloga qayga borasan davoga degan gap bor. Bu ota-onalarning o'z noqobil farzandlaridan shikoyat qilgan oxunash jarayonida jinoyatchi, xiyonatchi qotillar murabbiy bo'lib ishlagan Samarqand Olimpiya zaxiralari kollejda ham bo'ldik. Kollej direktori Rustam Mahmudov maqsadimizni anglamay maqtanib ketdi. Mamlakatda yagonamiz, chempionlarimiz ko'p, shart-sharoitlarimiz zo'r deb gapni rosa olib qochdi. Ammo qo'l ostida ishlagan Yunon-Rum kurashi bo'yicha murabbiy Isomiddin Ergashev qotillik qilgan. Talabalari esa talonchilik va o'g'irlik jinoyatlari sodir etgani haqida lom-mim demadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi A, V, D, J, I, O, P bandlari, 164-moddasi 4-qismi A, V bandlari, 173-moddasi 3-qismi B bandi, 177-moddasi 3-qismi B bandi hamda 25-moddasi orqali 273-moddasining 5-qismi bilan Aganov Arsen Gennadiyevich aybli deb topilib, unga mana shu yuqorida ko'rsatilgan moddalar bilan hamda uning avvalgi sodir etgan jinoyat yuzasidan o'talmay qolgan jazo muddati borligini inobatga olib, Jinoyat kodeksi 59-moddasi 8-qismi tartibida uzun kesil umrbod adolatda mahrum etish jazosi tayinlandi. Shuningdek, aka-uka Isomiddin va Nizomiddin Ergashevlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-qismi A, V, D, J, I, O, P bandlari, 164-moddasi 4-qismi A va bandlari, 170-moddasi 3-qismi B bandi
hamda 177-moddasi 3-qism B bandi bilan u ikkalasiga ham bevosita bajaruvchi bo'lganligi sababli uzul kesil 59-jinoyat kodeksi 59-moddasi tartibida umrbod ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. Ergashev Sirojiddin O'roqboyevichga uning mana shu jinoyatni sodir etishda ishtiroki passivligi e'tiborga olinib, bevosita bajaruvchi bo'lib qatnashmaganligi e'tiborga olib, uni yoshligini e'tiborga olib, unga uzoq muddatli, ya'ni 25 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. Yusupova Nasiba Jinoyat kodeksining 241-moddasi 1 hamda 2-qismlar bilan aybli deb topildi. Unga jinoyatlar majmui tariqasida Jinoyat kodeksining 33-moddasi qo'llanilib, uzul kesil 4 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. U bevosita mana shu jinoyatlarni sodir etilganligidan, tayyorgarlik ko'rilganligidan xabardor bo'lgan, vaqtida xabar bermagan. Bundan tashqari va'da bermasdan uzoq muddat davomida yashirib kelgan. Xalqimizda quturgan itning jazosi o'lim degan gap bor. Bu naqlda yomon odamlar quturgan itga tashbih etilib, ularning jazosini berish zarurligi uqtirilgan. Osmon yiroq, yer qattiq. Qotillar farishtaday qizni voyaga yetmagan O'lmasbekning joniga qasd qilib nimaga erishdi? Ularni begunoh bolalarning uvoli tutdi-ku. Jinoyatchilar ma'lum vaqt jazodan qochib yurishdi, ammo ular qonundan va vijdon azobidan qochib qutulish oson emasligini tushunishmadi. To'g'rirog'i tushunishni istashmadi. Dunyoda hech bir jinoyat jazosiz qolmaydi.